dokni o'zi qo'rqityapti. Nafsni ham shartnomasi tugagan ekanda o'rtoqda. Gapim bor edi. Meni buvlarim nosam chekardi. Menitida soqoli ham bo'lardi, uzunchoq. O'zingning rangingga qara. To'plarni o'zi qo'rqityapti. Shayton sherik bo'lmasin. Bekshoq studiyasi o'shda ekan. Sen bugun o'lding deyapti. Yo o'lib qol. Toshkentlik bo'lib ketmoqchimiz. Ular parod qo'yamiz ora-orada. Yaxshilab joylashib oling. Joyingizga bog'lanib oling. Sahnaga bering e'tibor. Jamshid akamda, Jam akamdan suyunchi bor, suyunchi bor, suyunchi bor. Yaratganim o'zingga shukr. Tong sahar uyg'otganingga shukr. Oyog'im yer taftini, ko'z o'ngim bu yorug' olamni men uchun yuragini berib, vaqtini berib, o'zlarini qutlug' qadamlarini ayamasdan kelgan mana azizlarim, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum azizlar, azizalar. Nodirlar, nodiralar. Sohiblar, sohibalar, beklar va begoyimlar. Men nima uchun bunaqa bekim, begoyim, azizim, azizlarim deyapman? Chunki hammamiz azizmiz. Hammamiz bekmiz. Bizni xalqimizni aziz qilib qo'ygan, hurmatli qilib qo'ygan, bizni haqiqiy odamlarini boshida ko'tarib yurgan to'q, yuragi toza xalqimiz yurtimizga, yangi O'zbekistonimizga ko'z tegmasin iloyim. Endi bugun yaxshi gaplardan gaplashamiz. Men konsertimiz nomini Suyunchi deb qo'ydik, sababi suyunch bu yaxshi narsa. Suyunchliklar bu insonda mana suyunchi bering desa, bir narsani o'ylaysizki, bir yaxshilik bor, bir suyunchi bor. Yomonlik yo'q suyunchining ichida. Endi mana shu bizga ham yaratgan quruq qo'ymasdan 10 yil kutgan bir aziz farzand, qiz farzand berdi ya Xudo. Rahmat, iloyim sog' bo'linglar. Nasib qilsin sizlarda qizinglar. Mani qizim, mani o'g'lim, sizlarda o'g'linglar. Mani otam, mani onam o'tib ketgan. Mani otam, mani onam sizlar. O'shaning uchun konsertimiz nomini Suyunchi deb qo'ydik. Ya o'zi emas ekan. Men esimdan chiqib ketibdi 10 yil. Voy, taksi ko'z degani bor ekan. Men 2 yil bilmagan ekanman. Oldin onalarimiz taksi ko'z bo'lsa, kessak olib kel, kessak bering, qurtma,
tilim qichyapti, tishim qichyapti, yana qaytadir qichyapti, nimadir. Taksikuz shunaqa bo'ladi. Mayda-chuda narsalarga taksikuz bo'lardi. Orada yana bitta ayollarimiz mevaga bo'ldi. Sal to'qlik boshlandi. Meva bering, qulpinoy bering. Qishda so'rashlar. Hozirgi taksikuz ayollar, qizlarimiz u taksikuz emas u. U premium klass taksi. Biznes klass taksi bo'pti. Gap yo'q. Texnikaga ham bo'ladimi odam taksikuz? Mashina olib keling. Voy. Yangiliklar ham ko'payib ketibdi dedim. Qora kiyo olib bermasangiz deydi, bolangizga ta'sir qiladi deydi. Bunni pichig'i bo'lib qoladi deydi. Tikda qo'shnimni ko'rdim. Ha, bunga ham shunaqa bo'lgan ekan-da dedim. Demak, nimadir olib bermagan ekan-da dedim. O'shina qo'yib qolmasin deb, yo'q, mayli, texnikani qo'yaylik. Uni orasidagi mayda chudalarni qarang. Anaqa olib keling, anaqani ko'rdikdan restoranda anaqa ko'rdik, salat, o'shani ta'mi chutib yegim kelib kelyapti. Haligi Amarantga borganimizda yoki haligi Lisayesdan bir narsa olib keling, anaqa olib keling, manaqa olib keling. Voy. Borimda tugatdi-ya. Agar men o'sha bolani olish kerak bo'lganda sotilsa, menga orzuroqqa tushardi o'sha bola. To'ba, esimdan chiqib ketibdi. Bu yotar ekan. Mana uni katta qilar ekansiz, to'ldirar ekansiz ichini qimmat narsalar bilan. Katta bo'layaptimi ish qilib deyman. Ha, deydi. Anaqa ham olib kel, telefon qilsa yuragim o'ynaydi, oila. O'labey. Ha, qattasiz. Ha, yaxshimisan? Endi Xudo berdi, 10 yil kutdiguna. Nima gap, nima so'z, ehtiyot qilaylik, aytganini qildik. Bola ham tug'ilyapti, men ham tugab boryapman. Tug'ildi. Voy, yetkizganiga shukr. Bizni ayollar, meni buvlarim tuqqanda nima ichardi ayollar? Atala. Onasi tug'dingmi? Ha, qiz voy, qulluq bo'lsin. Atala olib boraman. Desam, kim deysiz dedi. Atala, tuqqaniga atala ichadi-yu desam. Dadasi, ana shu atalani bosing. O'sha buvlaringiz, qarindoshlaringiz bilan ichuvering, men atala ichmayman. Yana sentrda tug'ildi, 6-raddomda. Assalomu alaykum. Sentrda Madina deb ism qo'ydik. Madina emas, Madina. Endi iloji yo'q, Toshkentlik bo'lib ketmoqchimiz. Endi bari parod qilib qo'yamiz ora-orada. Mana men endi o'zimcha o'xshatib, assalomu alaykum. Men aytayotganim anaqa deyman, men sisterlar, assalomu alaykum. Anaqa Mohira Sadovna, assalomu alaykum. O'zimcha endi chiroyli gapirib, hammasiga suyunchlar berib, unga bunga buyoq nima qildi? Kindigini kesdi. Mana sizga buyoq nima qildi? Yuvdi. Mana sizga buyoq nima qildi? Men ham tuqqanman. Sizga nimaga beraman? Eringiz yo'qmi? Ha, beravering, mana. Men o'yladim, mana shu 6 ta xotin hali bolani yasadimi deyapman. Men aytdim, xotin, sen nima ish qilding? Shuncha odam ish qilibdi dedim. Xotinimga suyunchi bermadim xolos. Bu yoqdan qorovul chiqdi. Assalomu alaykum, 6 marta kirib chiqdingizmi dedi. Mana shuni oling dedim, yangi oluvdim dedim. Lekin yetkizganiga shukr. Kelinglar, mehmon keldi. Kelinglar. Sizlar to'g'ri kelyapsizlarmi ish qilib? Qani hamdam deb turib olish yo'q. Birovni konsertiga yo'q. Buyog'midi? Mana shu ayollarimizni hozirgi qilayotgan ishlari bilan buvlarimni solishtirsam, juda katta farq bor. Meni buvlarim nosam chekardi, enam. Bilarmidilaring? Narigisini olibki, bu pastroq. 81 ga kirgan odam endi haligi nosi chekyapti. U biz cheksak ichimga ketib qoldi shekilli. U buvlarimiz har yarim soatda chekardi. 90 voy, 80 voy. Menitida soqoli ham bo'lardi, uzunchoq.
marta oynaga qaramagan. Nari ko'ylagimni olib chiqay, nari ko'ylagimni. O'yinga ham tushadi. Nimaga bunaqa tushasiz? Yiqilib tushsam to'g'ri tushaman. Straxovni qari bilganni pari bilmas deydi. O'shaning uchun men aytaman, shukrona payt, zo'r payt, ayniqsa qizlar mazza qilib tug'adigan paytinglar keldi. Rost mana bulardan so'raylar, bunaqa juda boy uyda ham shunaqa bo'lgan. Oldin dada, aya, opa, singil uzun bo'lib yotardik. Bir uyda bir uxlab tursak bittaga ko'payib qolgan bo'lardik. Yana bittaga ko'payib qolgan bo'laverardik. Ko'p edik, rosa ko'payib ketardik. Oy bilbildan deyardi, qochib ketardik. 21-asrda bolalarga "Ey bilbildan" deng, tushunmas ekan. Nima qilyapsan aka deydi. Katta odam uyalmaysizmi biror narsasiga ekan. Kamchilik bo'lsa ayting. Yoki biron kun bo'sh kuni kelsangiz, ponni tushunib olasiz. Biz yo'li nosvoy bering, voy bilbildan qochib ketardik. Tursiga ham yetishmaysa ekanda o'sha paytda. Bunikini kiyib, oldin kichkina o'g'il kiyinmagan, kiyim ham bermay otini aytayapman 2 yildan keyin qo'yardi-yu. Otini nima qo'ydilaring? Bilmasak, katta bo'laversin, keyin o'zi oti topib oladi. Ko'p u yoqdan ham bola chiqib kelaverardi, bu yoqdan ham bola chiqib kelaverardi. Voy, vakolat ham ko'payib ketdi. Ayollarga. Oldin voy, bizni bular soat 3 da kim xotiniga telefon qilaladi? Bitta osh qilib bering deb. 6 kishi boryapmiz o'rtoqlar. Onasi osh qilib turing deb soat 3 da kim xotiniga telefon qiladi? Qaqa qilyapsan deydi. Onasi osh qilib turing deb qo'yavering endi. Bore deydi. Lekin shunaqa mard o'rtoqlar bor ekan. Bir kun bitta davrada o'tirdik, xotiniga telefon qilib, aka kelib qopsizlar. Onasi o'labbay osh qilib turgan. Bo'ldi, menga qarab, mashaqqa jo'natib yubor aka. Voy. Ana pomidorda postini archib qo'ygan salatni 3 ta ya. Yo bular gaplashib olganmikin dedim. Men ham bir kun 3-4 kundan keyin o'zimcha bir qilib ko'rdim. To'xtab turing dedim. Bizga ham bor, bizda ham xotin. Deb o'zimcha qilmoqchi bo'libman, soatga qarab to'ram bo'lib ketibdi. Yo. Telefon bor-u qilma deyapti. Qo'y, baxtli yashayapsan-u deyapti. Nima qilasan hozir ajrashishni yana bittaga ko'paytirib? Telefon texnika gapiryapti. Bor yo'qol dedim, qildim. Gudokni o'zi qo'rqityapti. Hali hayajonli odamga qilsangiz xijolat bo'lib turasiz-ku. Deyapti. Qilma deyapti. Xotiningizga qilsangiz, "Alyo, bo'lish kerak ayol kishi." 3 ta tuqqandan keyin o'g'il bolaga o'xshab ketar ekan xotin kishining o'zi. "Alyo" deydi. "Kim bu?" dedim. Dizam, "Adasi nima gap?" dedi. "Uxlayapsizlarmi?" dedim menda. "Sen jinni-binni emasmisan?" deganga o'xshayapti. Bezovta qildimmi desam, "Adasi mana yana kichkinani uyg'otdingiz. Doim mana shunaqa gap. Endi oshni qo'yavering, esolomon qo'yib olsam bo'ldi." Esolomon telefonda bo'ldi deb qo'yib olsam bo'ldi. Ertalabga nima bor edi qutuldim. To'g'risi odamlarga hayronman. Ayniqsa ayollarga. Uyda hech narsa yo'q deydi-yu, oyiga 2,5 millionlik oziydigan dori ichadi. Sizlar ozmaylar, do'mboq bo'lsanglar ham yaxshi ko'ramiz sizlarni. Dadani strogiligini bilarmidinglar? Dada yomon strogi bo'larmidi yo bitta mendami? Meni ko'rsa nervi o'ynaverardi. Sen bola bilmayman nimagadir seni ko'rsam nervi o'ynayapti-da o'g'lim deyar. Polvonim, meni o'g'lim erkalatib yuboryapmiz endi shunaqangi erkalatyapmizki, hech narog'i yo'q. Dadamdan keyin uyga kelsam tuflisini ko'rib qoldim. Uyda dadam mendan oldin kelgan ekan.
To'plini o'zi qo'rqityapti. To'pli menga qarab, "Qayerda yuribsan?" deyapti. Iloji yo'q, hozir seni orqangga boraman deyapti. Dadani tuflisini o'zi qo'rqityapti. Hozir dadani tuflisini ezib kirib ketyapti-yu, qani kim bor uyda? Ha, bolalar, zamon bizning zamon davron bizniki. O'sha gap. Zo'r zamon keldi. Zamonda maqtamasam iloji yo'q. Chunki xalqlar do'stlik saroyida chiroyli kostyum-shimni kiyib sizlarni chaqirib bir konsert berishdi o'zi emas. Sizlar bilan men diydor ko'rishib, men sizlarga xumorman. Men sizlarga taksi ko'zman. Sizlarni sog'inib qolaman men. Muhiddin Jabborovich degan bir odam bor. Men juda yaxshi ko'raman o'sha odamni. Mana ayollar haqida ozgina gapirdik. Men yaxshi ko'rgan tomonim o'ta madaniyatli odam bo'lardi. Mana kamayib ketdi hozir shlepalarda, galstuklarda. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Men sizni ko'rganimdan xursandman. Yaxshi yuribsizlarmi? Bilasizmi? Faqat aliginaqa joylarda aytadi. Tashla demaydi-da. Akambabayskiy massiv deydi. Gidromet center deydi. Mana shunaqa tsitsilarni juda ko'p aytadi. Ammo juda madaniyatli. Yaxshimisizlar? Men institut o'qiyman, 4-trolleybus bo'lardi. Chorsuv bilan Beruniyga qatnardi. Trolleybus, 4-trolleybus hamma bilarmidi? 4-trolleybus bo'lardi. Men kirdim ichiga, tursam haligi madaniyatli odam keldi. Yaxshimisizlar? Oy, oliyjanob, chiqing. Hammani chiqaryapti o'zi. Chiqing, marhamat, siz ham chiqing. Voy, bu bola bizning kelajagimiz. Marhamat, siz ham keling. Deb endi o'ziga kiryapti. O'ziga ham o'zi navbat berar ekan. Marhamat endi sizga. Marhamat endi sizga. Deb shundoq qiluvdi, trolleybus shofir ko'rmabdi-da. Shalaq qaytib yopdi-yu. Kallani o'zi qoldi ichkarida. Siz bilan mendaqa odam "Och harami" deymiz-ku. Ishonasizmi? Madaniyatni umuman yo'qotgan yo'q. Iltimos aytib borsangiz, trolleybusning eshigi kallamni qisib qoldi. Iltimos. Shofyorga ayting, eshigini ochib yorsin. Ochib yoradi. Ming bor uzr. Men ozgina hayajonlandim. Aytib yorarsiz-a? Eshigimdan qisib qoldi, iltimos ayting. Trolleybus yurishni boshladi, shofir ko'rgan yo'q. Ani qisishni boshladi, iltimos. Mana shu yerga kelganda og'riq bor ekanda, mana shu yerda. Aytsam bo'ldi. Mazasi qochdi, men aytdim-ku, nimaga? Ishonasizmi, o'shanda ham xafa bo'lgan yo'q. Trolleybus eshigini ochdi, to'g'ri kirdi, shofyorning oldiga bordi. Shofyor qo'rqib ketdi. Haligi ozgina yondagi puldan oldida, ana endi bunga men bo'ynimda davolayman. Ming bor uzr. Qoyil, mana shunaqa madaniyatli odamlar bo'lardi yoshligimizda. Muhiddin Jabborovich faqat 6 gacha familiyasini aytadi. 6 gacha uyda ham Sarvinoz Polatovna. Xotinini ham shunaqa chaqiradi. Sarvinoz Polatovna choy damlang. Dadasi demang. Ish vaqti tugagan yo'q. 6dan keyin aytasiz. Madaniyatni qarang, voy dod. Endi u odam to'y qilsa ko'ring. To'y qilyapti, to'yda qarang. Onasi, labbay. Shu to'yimizga limonad qo'ysak, butilkali limonadlar bo'lardi yoshligimizda. Ichsak magazinchi butilkasini qarab turadi. Uni beravering. 4 ta limonad yo'q, kola olsangiz, hali kolani idishini aka beravering degan paytlar bo'lardi bir yoshligimizda, kolani idishini. Butilkasini qaytarib bering deyardi. 80 ta shu magaziningizdan limonad olsam, 1000 bor uzr, maylimi? Ha, oling, faqat idishini kim beradi? Yo, endi meni to'g'ri tushuning, to'y qilyapman, men ayolimga va'da berdim. 80 ta limonad yonimizda tursin. Mehmonlarga. Yo, endi idishichi. Ha, men qayerdan bilaman idishini? Pulini ber. Yo'q. Meni kechiring aka, bera olmayman.
Xullas pasportini olib qoldi. Haligi Muhiddin Jabborish to'y qildi, 80 ta limonad. Butulkasini qaytarib berish kerak. To'yda qanaqa o'tganini bilgan yo'qdi bu odam. Bering, bo'shab qolgan bo'lsa. Kim ko'la quyayotgan bo'lsa, menga bering. Butulkasini bering. To'yda yugur bilan o'tdi. Butulka qidirdi. Endi yangi ko'lalar chiqqan gazda reaksiyasi qanaqa bo'lishini bilmaydi. Hofiz ham o'sha to'yda. Bitta qo'ychi. To'ldirib qo'yor. 7 ta ichivardi. 7 ta ko'la ichuvdi. U reaksiyasini hali bilgan yo'q qanaqa bo'lishini. Hofiz, bitta ayting endi. Yana bitta qo'y. Deb ko'lani ichdi-yu, yangi ko'la chiqqan paytlari, yoshligimiz, butulkaga yurgan paytimiz, butulkaga marojna beradigan payt. Hofiz, bitta eshitaylik, yana bitta qo'y. Xullas hofiz boshlayapti. Ichi to'la gaz, ko'la. Muhiddin aka, to'ylar qutlug' bo'lsin. Bir chiroyli ona haqida qo'shiq aytib beraman. Sekin qimillayapti hali ko'la ichida. Ona haqida ashula aytmoqchi edi bechara hofiz. Hali odam manetlar ochilib ketar ekanda. Olaklar. Diyorda. Butun to'yxona basharang qursin seni ya. To'yda biz endi ovqat keluvdi. Yana uzr so'rashdi qarang. Men bor uzr so'rayman. O'yle deydigan odam yo'q. Hali Muhiddin Jabborish butulka bilan ovora. So'zga berdik. So'z navbati Muhiddin aka Jabborovga. Assalomu alaykum, meni yaqinlarim, xush kelibsizlar to'yga. Qadamlaringizga asano deb turdi, bitta bola ko'lani ko'tarib chiqib ketyapti ekan darvozasidan. Ana shu bolani qaytaring. Ertasiga qo'shnisi to'y qalay bo'ldi deydi. Meni saqirimda oshirdi. Ikkinchi bunday narsalarni qiyin. Hozir butulkasini olib tashab keting, olib ketib o'tdan musuringda deydi. To'g'rimi? Hozir endi yangi to'ylar chiqib ketdi. Ayniqsa Samarqandliklar. To'yda dasturxonida men yo'q xolos. Luboy narsa bor. Bitta barmoq qo'yadigan joy yo'q. Jamshidbek Samarqand shaharda bir narsa plazada to'y. Xo'p bo'ladi. Bordik. Voy, bojalar guruhi hamma o'sha yerda. Hali Qizil Neksiyada o'rtag'im bo'lardi-yu. Meni ham bor. Biz ham boravdik. Ana shu o'rtag'imda olyapman-da men yana. Doim o'zi uchrab yuradi shunaqa joyga. Dasturxonni ko'rdi-da, men qarab birovda joyi emasmi dedi. Kattaroq odamni joyi shekilli, dasturxonni o'rtaq gapiraverma, ol. Men qaradi-da, ha desam, bular yangi yilda nima qo'yar ekan dedi. O'rtaq boshlar o'rtsam, men endi o'ylabman, rahmat deb sekin boshlasa kerak desam. Ha, bizning o'rtaqlar endi bilasizlar, gulini guliga qo'yib yuradi-yu. Go! Bo'ldi. Keti turib bitta ko'lani olib o'tib ketdi. Olib bitta ikrani olib bu yoqqa solib, buni ofitsiantga berib, chap qo'lda ovqat sovutib turibdi. Minutiga qiryapti. Tirik baliq bor ekan. U 3 dona chiroyli bo'lishni aylantirib qo'ygan ekan. O'zi 3 ta ekan, ichimizda bittasini men yey debdi. Mana unga o'ylab o'tib ketdi. Videochi, aka yuring dedi. Bekshoh studiyasi o'shda ekan, operatorlari. Yuring dedi. Ha desam, mana kadrda bitta ko'ring dedi. Var bo'lardi futbolda. Qaytarib ko'rasiz. Xuddi shunaqa sekinlantirib ko'rsatdi. Men aytdimki, to'g'ri qo'yavering desam, "Yo'q, to'g'ri ko'ra olmaysiz" dedi. Juda tezlik katta dedi. Nafsni ham shartnomasi tugagan ekan o'rtoqda. O'rtoq dedim, hammasini yeb olding desam, bolalarim ham borda dedi. Qanaqa berar ekan ularga? Yo'q, qushga o'xshab olib ketammikan hozirda. Endi o'zi yesa bolalari yegandek bo'ladi-da.
to'y xullas shunaqa to'kin sochinchiliklarga qolib ketdik. Hamma narsa to'kin, sochin chiroyli bo'lib ketdi, ko'z tegmasin iloyim. Hamma to'ylarda hozir borsak, yashab bersangiz bo'ldi. Go'zal bo'lib ketdi hamma joy. Yolg'on bo'lsa ayting. Ona, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Meni qaynonam kelibdilar. Qadamingizga hasanot. Kelinga onasi telefon qilsa, kelin yig'layotibdi. Ha, qizim nima bo'ldi? Gapir, qizim. Qaynonam osh qilmoqchi edi. Savziga chiqib ketib turib, mashina urib yoribdi. Nima qilishni bilmayapman. Desa, onasi voy tavba, nima bo'ldi ekan debman-a. O'zingga hech narsa qilgan yo'qmi? Yo'q. Savziga chiqib ketdim, ha. Ha, boshqa ovqat qil. Meni ayalar xush kelibsizlar, onalarimiz. Men aytaman, doim onani mazasi yo'q. Yuragi og'rigan, davlinasi bor, dirkilla yurgan ota o'tib ketaveradi. Bilmasak, kulib yuruvdi kecha. Deydi 3 kun uzoq. 4-kuni biz ham bir yashasak mayli. Gap yo'q. Xotinning ichidagi hazillar juda, hani bolalar aralashib ketdi. Ko'p kishi, 1 kishi, 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi bo'lib ketdik. Xudoga shukr, ko'payib ketdik. Eng yaqin eri xotin qachon do'st bo'ladi desangiz, 60-70 dan keyin. O'sha hozir 50 dan keyin boshlanyapti shekilli. Haqiqiy do'st bo'lasiz. Urushmaysiz. Yaxshi yotib turing. Dadasi 75-payshanba o'tib ketishi. Siz o'shanda ham jinnini yoqib olgan. Vaqt qara tez o'tishini. Vaqt ham o'tib ketyapti. Qizingni to'yi zo'r bo'ldi. Oldingidaqa bar yo'qol deyishlar yo'q. Nima? O polvon, bu yoqqa keling. Polvonga o'tib olgan o'sha ayollar. Polvon chaqirib bu yoqqa deydi. Orqangizdan kelib qo'rqitsa ham, agar birov bo'lsa urib yorasiz, xotin bo'lsa senmiding deysiz. Ay, hazillashma. Chiroyli hazillar ko'payib ketdi-da. 2 o'g'lim bor edi, shukr. 1 qiz berdi 3-chisiga. Shuning uchun bosh homiy bizga, kiya berdi suyunchisiga. Yetkazganiga shukr. Endi suyunchi dedik, bugun mana shu kunlarda bitta, ikkita farzandli bo'lgan, tug'ilgan ayollarimiz bormi ichimizda? Bugun tuqqan, kecha tuqqan, kelini tuqqan suyunchisi bor. Bugun kecha farzandli, qizqa farzandli bo'lganlar bormi? Mani eng yaqin do'stim hech qachon qiynalmagan, kvartiraga $100 berib yuborishim kerak demagan umrida. Siz ham qiynalganmisiz bizga o'xshab? Siz ham qiynalganman aka, bir marta bizga ham Lunacharskiy uyimizda svet o'chib qolgan dedi. Qiyinchilikda qarang ulardikini. Nilufar Usmonova kelgan. Primadonna Zoda. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum. Jamshid aka. Sochilib ketibsiz. Rahmat. Do'stimiz bugun konsert berayotgan ekanlar, chin qalbimdan tabriklayman va mehmonlaringizga xush kelibsiz deyman. Kayfiyatinglar yaxshimi? Jamshidjon tinmasdan gapiryaptilar, charchab qolmadingizmi? Charchash yo'q. Biz faqat chachib yoramiz.
Kayfiyatinglar yaxshimi? Davom etamiz unda azizlar. Yuragida o'ti bor raqsga tushmoqchi bo'lganlaringiz barchalaringizni raqsga taklif qilaman. Qani ketdik. Ko'z qarashlar bilmam bir bala boshlar ogohna kunda omad peshanba peshtar ko'z qarashlar bilmam bir bala boshlar ogohna kunda omad peshanba peshtar Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gap yo'q, Nilufarxon xush kelibsiz. Men Niluni Instagramlarda ko'rsam, Angelina Joliga o'xshaydi debdi. Voy, qayta o'xshaydi desam, ha unda 6 ta bola bor-da, shu ana bolalar. Surishtirsam, 3 tasi birovniki ekan, Angelinaniki. Ha bu 5 tani Nilu o'z qo'llari bilan dunyoga keltirgan. Birovniki emas. Pulini ham surishtirdim. Ja, unaqa haligi pulicha ko'p emas. Agar naboda Niluniki yetmasa, onada bor-u. Voy, hoji ona chochib yoradi. Aylanalaning. To'yga chiqib, to'ydan oziqa olamiz, odamlarni kuldiramiz, pulini olamiz, pulga chaqiradi, anu artistni gaplashing, anu qancha, mana u qancha. To'yga chiqish uyat bo'lgan qaysidir ma'noda bir paytlar. Nimaga uyat bo'lgan? Qanaqa artist, san'atkor, ya'ni haligi aktyor to'yga chiqsa uyat bo'lgan. Kelinlar qo'zg'oloni kinosida ko'rgan bo'lsanglar, Soat Sharipning qo'lidan tarelka tushib ketadi onasini ko'rganda. Ko'rganmisizlar? Tushib ketadi. Nimaga? To'yga chiqish uyat bo'lganda u paytda. Bir aktyor bor, ustozimiz. Qaranglar azizlar. Muhabbatdan yaralgan olam. Bu odam juda ko'p kinolarda dublyaj qilgan. Dublyajda taniqli odam. Bir paytlar shunaqa bo'lgan. U odamga ovozini o'xshash uchun shogirdi bor. Bir xil telefon qildi. Alo, bir xil ovoz. Eshitaman. Qaytaraverdi, nima desa? Alo dedi. Nima deyishni bilmayapti. Ovozini bir xil o'xshatyapti. Oxir ustoz nima dedi? Boshqatdan qiling, ovozim o'zimga qaytyapti dedi. Yonidagi odamlar bilan urushadi aktyorda. Uyalmismi to'yga chiqqani? Palonchi pistonchi, uyalmismi to'yga chiqqani? Men tushunmayman. O'z Toshkentlik odam.
teatr uy, dublyaj, to'y yo'q. Hech qachon to'yga chiqmagan. Uyat 85-90-yillar haqida gap ketyapti. Bir kun teatrdan uyga borsa, xotini adasi yaqin odamimiz to'y qilyapti. Mehmonga boring. Men bormayman. Mehmonga borasiz, 5 minut o'tirib ketib ketasiz. Endi shunaqada endi o'zbekchilik. Mayli, 8da boraman, 8:30da dublyajim bor. Xo'p bo'ladi. To'yga boribdi. To'yga borsa ham o'tirishni bilmaydi. Papkasi oldida. Tezroq bo'lsa edi, men ketaman. Aka, papkani qo'yib, ochilib, sochilib, yeb, ichib o'tiravering. Menga aql o'rgatmang. Sovet odamida qattiq qo'l. Endi Toshkentcha to'ydi bilasizlar-ku. Olib kirlaringni, kirlaringni. Allohdan kim? Taqachilik bolalar kelibdi, kirlaringni. Seryozni to'y bo'yapti. Artistga boshlang endi deydi. Artist ham aka, o'rtoq boruvchi kelmabdi-da. Shu bironta o'rtoq boruvchim raismi aytsiz davrani ochib bersa, uyog'ini davom etiraverardik-da. Bittasi yetib qopti, anta ko'z o'ynaylik, meni qo'shnim o'tiribdi. Teatrda ishlaydi. Ha bir ikki og'iz gapirsa davra ochilib ketadi. Qaysi? Ana, hozir boraman. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Xudo yetkazdi sizni. Shu davramizni ochib bersiz. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. O'rtoq boruvchi etmanmiz-da. Sizni tanib qolib, hozir sizni taklif qilyapman. Siz ana odamni qulog'ini tagiga qo'yib yuborgandek bo'libdi. Men senga artist emasman. Aktyorman. Yo ketaymi debdi. Siz bu g'irt nima ekan debdi. Yo, bo'ldi aka, o'tiravering. Tashqarida mehmon keldi, qorovulgada. Chiq, kattalar keldi. Endi o'sha paytda mahallaning erka to'y akalari bo'lardi. Tuzumizlar, sonlari yaxshimi? Pepinitsi ham ilonli. Pas gapiradi, hali kerakli odam, rosa pas gapiradi, bilasizmi, xo'jayin odam. Olib kirlaringni ichkari, kirlarni olib kirib, ana qillaring. Unaqa endi o'tiribdi hali odamni endi o'zi kichkina unaqa pepinitsalar qilib, tuzumizlar, вообще серьезный odam. Orqasida xuni okalar bor, mana bunaqa shirami bor. Choch yo'q, bunday qilib jinsidagi, u paytda jins kiygan odam kimdir edi? Mana bunaqa turibdi orqada xuni okalar. Uni ko'zingizga tushib qolsa, men emas aka deysiz. Ko'zga tushganda yo'q chochib boradi. O'shunaqa okalar bilan kirib keldi, ayvonga ichkariga kirib ketdi. Tuzumizlar, qanaqasizlar? Ne boshlanmayapti to'yin, ha? O'rtoq boruvchi yetmami, hozir boshlab yuboramiz. Xush kelibsiz, qadamingizga asanoat. Endi sekin boshlaymiz-da. Siz yonida yanibdi erkak to'y. Bitta aka o'tiribdi, gapirsa bo'lardi, voy. Biz ko'rganmiz, voy. Tem bo'lasiz keldingiz. Desa haligi odam, bor chaqirlaring, kim u? Olib kel. Deganiga hali xuni akalar ketibdi. Sizni chaqirib tur. Qo'yma, etroningni. Tur. Akani olib kirib ketibdi. Salom alaykum, so'rashyapti. So'rashma, o'tir, so'rashma. Ne, so'rashurasan qo'l berib, o'tir. Nima gap? Men hech qachon to'ylarda o'rtoq bormaganman. Nima deydi? Men hech qachon to'ylarda. Mozorda gapirasan. Qayerda gapirasan? Bor gapir. Mahalla qayerdan? Falonchi joydan. Eng ishongan akasini so'kib beribdi. Ana nima? Bormidi shunaqa odamlar? Olib chiq, olib kirlaring. Bo'ldi, mavzu tugadi. U odamga chochilib ketadi. Bo'ldi, tan berdi. Men senlarni hali ko'rasan. Mikrofonni berib tur deb tashqariga chiqib, boshiga tushgan ko'z ko'radi, mikrofonni olib, "Assalomu alaykum azizlar" degan ekan, kimdir televizor qo'ydimi debdi. Qayerdan chiqyapti bu taniqli ovoz debdi. U odam umrida taniqli, lekin hech kim ko'rmagan ovoz qirol. Kimdir televizor qo'ydimi? Qarshingizda turishgan, davra surishgan, bir-birlarini suyishib, ahd paymon ovozni ko'rsangiz baxt, maza qilasiz. Faqat kinolarda ko'rgansiz ovozni. Voy yomon ekan bu debdi. Toshkentda shunaqa gap bor, chakay aylayapti-mi deydi. Qizil 10 so'm moda payt. Yurlaring, erkaklar faqat Toshkent bir to'y qilish bo'yicha. O'shanda ham 100 so'm oylik payti
Bratni shumchini to'ldiryapti. Xuddi akaga pora berganga o'xshayapti. Umrda bunaqa narsa bo'lmagan. G'alati bo'lyapti. Mayli qamatmanglar. Pora bermang menga. Normalniy, Vasa. Normalniy. Vaska. Ovur. Bratlar qistirishni boshladi. Aka gap bu yoqda ekanda, vali so'kkanlarni endi tushunishni boshlabdi. Pul baribir jigardan bo'lganda. Ochilishni qarang. Qarang! Muhabbatdan yaralgan olam. Voy, boshlandi to'y. Ashulachiga bo'ldi, gapirma, shu aka gapiraversin, ashulachi qoch. Aka vertolyot o'tib ketdi. Pul shu turishida so'mda bir xonali uy bor. 100 so'm oylik payt. 100 so'mingiz bo'lsa, bemalol Lena bilan borib kelasiz. Moskvaga. O'shanda ham bir 20 ming qoladi. Bratda endi, voy, yurlaring, chiqlaring. Uni anaqa tushunib qoptimi sozandalar? Aka, onalarni qiling. Nima qiling? Onalarni chaqiring, ona operatsiyasini qiling. Shunday demaysanmi, qilib bo'lar ekan u. Fondi ber. Baribir anaqa odamda endi aforizm kuchli. Kuyov bola, xuddi bir ishni qoyil qilgandek kostyum shum galstukda o'tiribsiz. Sizni dunyoga keltirgan onangiz, otangiz sizni mehmonlaringizga choy damlab yuribdi. Aslida ota o'tirish kerak edi. Kelin podsho, nima qilgan ishingizga oq ko'ylak kiyib o'tiribsiz? Hali bir dona tug'masdan. Oq ko'ylakni kim kiyadi? 8 ta o'g'ilda uylab, joylab. Ana keyin ziyoratdan kelayotganda oq kiyib keladi. Siz hali ham ishini qilmasdan hech narsa ish qilmasdan o'tirishingizni qarang. Lekin ota-ona farzandim o'tirsin deyirkan. O'tiring, haqqingiz bor. Desa, anu 8 ta o'g'il to'y qilardi u paytda 100 so'mni chiqaribdi. Onamni zo'r maqtadi de, qistirib keli. Anu 100 so'mni ko'rib, aka, demak men bugun halok bo'lar ekanman. Demak meni halok qilishar ekan. To'y tugabdi. Yaxshi odamlar ekan, xayrlashib chiqaman. Deb ichkariga kirdi. Anu brat hali ham o'tiribdi. Ne kelding yana? Bor gapirmaysanmi? Siz to'yda egasi kirib qopti. Aka, bu odam haqiqatan to'ylarda gapirmagan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Yorvordi to'yda. Sizni hurmatingiz mana shu odam gapiribdi. Bu odam gapirmagan ekan. Siz, nima deydi? Pul berib yuborish kerakka o'xshagan hit keldi-da. Berib yuborlaring. Dollar o'shalarda bo'lardi u paytda. Ana urgan aka bor-ku. Hali bo'lmadimi ish qilib deb 2000 dollar sanabdi. Demak men halok bo'lar ekanman. 1,5 mingga so'mdan uy beradigan payt 2000 berib yubordi-yu. Amin! Yurakdan duolar boshlandi. Akani hayoti o'sha yerdan boshlandi. Men erkaklarni endi ko'ryapman. Qoyil. Uyga endi menimcha shofyor ham halok bo'lmasin, o'zim halok bo'laman deb taksi ushlamasdan o'zi ketibdi. Uyga borib, voy, qayerdan oldi? Voy, olur. Voy, adasi qayerdan oldi shuncha? Olavermaysanmi? Men bu yoq deyman, ol. Voy, ertansiga hol kostyum shimlarni, yaltiroq tuflilarni kiyib teatrga kelibdilar. Siz hammani urushib yurardingiz. O'zingiz ham to'yga chiqibsiz. Butun Toshkent bilyapti. Bo'lar ekan to'yga chiqsa. Siz menga qara debdi. Degan ekan, o'zim men teatrda qand yeb yurgan ekanman. Boshlandi, ketdi xalqni xizmati. Ertasiga yana duogo'ylarni oldida duo qilib turarlar. Duo qil, amin. Ketdi 45 minut. Anu brat to'y telefoni jiringlab qopti. Italiyani qayerdasanlar?
Sen endi akang kelishiga kutib duoni qudalarning oldida cho'zibdi. Duoni ichida rivoyat ham bor. Bir kuni karvon Ana qudalar kim mana u? Qo'lim og'rib ketdi, yo'qat. Bilasizmi? Uni ko'rib qopti. Bo'ldi qili. Allohu akbar. 100 ta odam o'yle. Charchatib yording-a deb yo'qolib ketyapti hammasi. Zeriktirib qo'ymading bularni? Bilasizmi? Bularni otasi ham unaqa duo qilmagan. Ha yo'g'i, yaxshi duo qildingmi? Deb yana mensim solib qo'ygan ekan. Rahmat sizga, oliyjanob inson. "Ha, qudalar!" debdi yana. Ana 100 ta odam bor yo'q hali. Xudoing chaqirib o'tgan bo'lsa-chi qarab qo'yaver deb ikki kishi shunday qarasa, oq yo'l debdi. Baribir erkaklar, hojakalar, o'zimni do'stlarim, erkak zoti o'zingizni ehtiyot qiling. O'sha gap 3 kun yig'laydi xolos. Siz bolam deymiz, chaqam deymiz, erkakmiz, yuramiz, churamiz. Iloyim kasal bo'lmaylik, sog'lik bo'lsin. Manaman degan dilbaringiz ham oyog'ingizni uqalashdan u yog'iga o'tmaydi, o'zingizni ehtiyot qiling. Doktorda oldidan xotini chiqib keldi. Adasi, yaxshi operatsiyadan chiqdimikin deb doktorning oldiga keldi. Doktor, erim yaxshimi? Deydi, doktor ko'rdi. Ha, xotini shumi dedi. Nima desam ekan? Ha, siz ayollarmisiz? Ha, ayollariman. Eringiz yana bir 2 oycha yotadi. Reanimatsiyada. Ana keyin Aquamedline'ga o'xshagan alohida palatada qimmatida olib chiqamiz, aytda bir 6 oy yotadi. Hali xotin borgan sari. Ana undan keyin Zominda cho'qqisida bitta klinika bor. 3 kishi yotadigan. Hammasini haydaymiz, bitta o'zingiz yotasiz. Ana undan keyin частный klinika Angliyaga olib ketamiz. Xotini voy. Sahali akamda sezibdi-da. Qazlashdim, yeringiz o'lgan debdi. Aytmaysizmi shuni? Tugatib yordingizmi mani? Sal qoldi-ya. Shohrux Mirzoyim bor. Shohrux mashina olishga yoki mana shunda birinchi o'rinda olishga haqli insonmi, inson emasmi, o'zi farg'onalik. Men bitta narsaga maza qildim. Ishonish kerak ekan hayotda. Shohrux Mirzo, bitta ishontiraylik. Men shu yerdaman. Bir nimaga sizga kiya berganini, nima uchun kiya sizga padarka bo'lib ketganini bitta isbotlab qo'ying yana bir marta. Xo'p. Sensan severim inanma Balarroq. Sensan severim inanma Kondur ciğerim inanma Hicran gecesi çarxı felakka yeter yoktur nazarim inanma yoktur nazarim inanma
bo'lmasa Sog' bo'linglar. Rahmat. Jamshid Normatov aka, Baraka toping, baraka toping. Shohruh Mirzo yetkazganiga shukr. O'zi men shu gastrol yurib odamni kimligini safarda ko'rar ekansan. Men bitta o'zimni yaqin o'rtog'im bilan safarda bo'lib qoldim. Men bunaqasini ko'rmagan ekanman. Endi ko'rganmiz, xurraga o'tagan odam deb, lekin bunaqasini ko'rmabman deman. Kirganda ham o'tar ekan. Chiqqanda ham o'tar ekanda haliga. Bitta xonada bo'lib qoldik. Ko'p odam aytadi, xurraga o'tsa yonboshlatib qo'y deydi. Ya u odamga umuman ta'sir qilmas ekan. Tikka qilib qo'ysangiz ham o'tiraver ekan. Bunday qilib ham otami odam. Men uni o'ynab o'tiribdi deb o'ylabman. Divizyokda svet ishlayapti deb o'ylabman. Qo'rqib ketasiz. Qaytishni qarang. Men o'lib qoldimmi deb o'yladim men. Shunaqa ham xurrak o'tadimi? Akangiz bilan turmush qurganimizga 60 yil bo'ldi degan xotini bor-u, 60 yil uxlamagan. U odam bilan uxlab bo'lmaydi. Zapret tushirib yuborgan gasinsalarda u odamga. Nariga xonaga ko'chib ham qutulolmaysiz. Qaytasiz? Siz men nariga gasinsadaman deyman. Nariga xonani ham qo'yavering. Voy tavba, o'lib qoldimmikin debman. Yana ertasiga tushini aytib beradi. Jamshidbek, bekor uyg'otdingiz-da. Lolalar teribman. Otlarda yuribman deydi. Ha, haramiz, biz men uxlamadim men. Sen lola teri yurganingda. Uyg'otib yubordingiz deydi. Uyg'otganim yo'q, tepdim. Ko'zi ochiq uxlaydigan odamlar ko'rdim. Diyordi men choy aka, suymisiz desam. Uxlayapti ekan. Bunday qilsam ham qaramaydi. Har xil uxlaydiganlar bor ekanda. Xurrayni ko'rsangiz, yuragingiz o'ynab ketadi. Men 02 ga qo'yaraymikan degizir beradi. Buni davolamasa bo'lmaydi. Bir narsa tiqilganmi? Hech narsa bo'lgan yo'q. Yo'q, choydam hozir. Yaxshimiz ertalab jiking. Omma uxlasa uxlab bo'lmas ekan. Mana shu yo'lda yurganda uxlaydiganlar bor. Ko'p bu ko'ramiz, uyquga muhabbati kuchli. Voy. Gapiryapti, xurraga o'tvoryapti uxlay turib. Voy. O'zini xurragidan o'zi uyg'onib ketyapti. Ha, aka, kimdir urdimi deyapti. Nima bo'ldi desam, bilmayman dedi. O'sha ko'z ketsa xurraga o'tar ekan. Voy. Salunchalik emasda aka. Bitta odam yuradigan. Haliginaqa Xitoydan chiqibdi-yu, uyquni to'xtatadigan. Buni qaytagadir qo'ysa, xurraga o'tmas ekan. O'sha buzilib qoldi. Da o'zi ketib borar ekan u. U qanaqa xurrak uchun qo'yilgan ekan u? Xitoyda Instagramda sotyapti. U endi haligi deb bilmaydi, xurrak o'tganlarni o'chirib qo'yadi shekilli. O bizni Qobil akalarga chidamadi u. O'zida u uchib ketdi u. Bunaqa mayda temir tersak berma menga dedi. Qani u deydi, bilmadim dedim. Xitoy hal qila olmaydi uni. O'zbek baquvvat bo'lgan eskidan. Bilasizlarmi? O'zbeklar baquvvat bo'lgan. Oyoqlari ham yiri bo'lgan. Futbol nimaga o'ynamaymiz? Mayda ish juda. Futbol juda biz uchun mayda ish. Bizga mumkin emas futbol o'ynash, oyog'ini sindirib yoradi.
Bizga mumkin emas futbol o'ynash aslida. U futbolda o'sha yevropaliklarga beravering, juda mayda ish. Ash Messi mayda. Bizda u Po'lat akalar bor-ku. Yaxshimisizlar yigitlar deganda qo'lda o'ziga siz bekorchi odam emassiz. Sizda tabiat bor deb nima deb maqtashni bilmaysiz haligi odamni. Oxiri urush bilan tugamasin deysiz-da. U odam bilan urushib qolgan odam bor-ku, ko'chib ketmaguncha qutulmaydi. Qo'l juda baquvvat. Olimpiada so'zi o'zbeklar qo'yib ketgan desam kim ishonadi? Olimpiada 124 yil oldin Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. Boryapti, Olimpiadani birinchisi 124 yil oldin birinchi marta bo'lyapti. 6 ta sport turidan qatnashyapti biznikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov. Nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Qaysi sport farqi yo'q aka? Bunda qadammi? Aka farqi yo'q. Go! Diyordi Ali negir. Bu aka bundan keyin nima ekan? Qo'l tog'larda ko'tarib yurgan qo'li u. Bitta o'zi traktorda surib qo'yaverardi. On traktorni nariga olib qo'ying. Yuradimi, yurmaydi. Bo'ldi qo'yavering. Shu yurmaydigan narsalar itarib qo'yadigan aka u. Po'lat. Baquvvat. Oy, o'zida nima gap? deb haligini chochiverdi. Bunday qilib aylantirib yuribdi. Tosh ko'tarish, meni ham yozib qo'ying. Ko'tarilarni yomon qilamiz biz. Keling. Unaqa surmaysizmi qo'lingizga un? Qo'ysiz-chi oxliqni nima qilasiz? Unaqa mayda qo'llarni bunaqalar qilib, bitta qo'ldami deydi, yo ikkita qo'lda dedi. Ha, bitta qo'lda deyotibman. Ikkita qo'lda bemalol. Deb, eva. 6 ta sport turidan bir dopti. Ana xo'jayini chaqiribdi, "Mana kim?" debdi. Bilmayman, Yaxshimisizlar yigitlar, tushimizlar? Yaxshimisiz? Qayerdan keldilaring? O'zbekistondan. O'zbekiston, hozir kartani oching. Afina, voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim. Nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada. U o'zimizning olimlarda u. Hozir ikkita olimlar chiqqan, oldin olimlar aytyapman qishloqlardan chiqib kelgan. Hozirgi olimlar shkafdan chiqib kelyapti. Oldingi olimlar ustozlariga farzandlaridek bo'lgan. Onalariga ukalaridek bo'lmagan. Oldingi olimlar ilm, ma'rifat olib kelgan. Qo'l olib kelmagan. Olimpiada xullas o'zimiz nom qo'yganga o'tib ketdi. Kurashdan ham qatnashar ekan u aka. Kurashdan, to'xtang, nomimizni berishdan oldin bitta kurash. Kurash meni tug'ma kasbim u. Xavotir olmang, menga qara, endi hozir nomimizni ham berib yutqizib qo'ymagin. Deb o'tar. Qaysi bir ikkalasini hammi? Yo'q, bittasi sudya. Ikkalasini ham yiqitaveri? Yo'q, haydaveradi bizda. Ana kattanimi? Ha. Yaxshimisiz aka? Deydi, so'rashmadi u. Maydadan ushlab oldi keyin. Endi qo'l juda kattada, uni arqonga maydalashmadi. Hali narigi polvonni manetidan ushlab olibdi, yog'idan. U bilgan yo'q, arqonni u kiyimda o'ylayapti. To'xtab turing aka. Deydi, haligi nigeriyalik bor ekanda. Unaqa qilmang deyilmayapti. Og'riyapti maynitimda o'zbekchalab bilmayapti. To'xtab tur.
To'xtab turing. Shimaryapti, orqa tugadi. Manet boshlandi o'sha. Orqa do'mboq aka edi. Akani ozg'in qilib qo'ydi. To'xtab turing, shimaryapti. Shunday ko'taruvdi, qora chiqib pastga ketdi. Qanday qo'yay dedi. Qanday qo'ysam to'g'ri bo'ladi buni dedi. Manetida turibdi. Studiyaga qanday qo'yay dedi. Tashavvuring o'tdi dedi. Iyagini baylab qo'ysak bo'ldi uni dedi. Men xudo xolasa o'zbekchani o'rganaman dedi anu. Qo'yvor bilan og'riyaptini. Bizni o'zbek bilan hazillashmaysan. Mana boksyorlarimiz chochib yuboryapti borib. Manaman degan boksyorga o'zbekistonliklar bilan tushasanmi desa, bu hopta emas. Keyingisiga qo'ying meni. O'zbekchalar Bektemirlarni yodlab oldi ular. Bektemir bilan tushasanmi? Uyda bo'laman men deyoryapti. Bir chiroyli obro'yini to'xtatib qo'ymaydi deyapti-da. Biznikilar endi bilasiz, o'tib ketgan og'riq. Qani harami? Bitta o'zi uraveradi. Chochva 13 ta oltin. Bo'lam bo'lmaydimi? Paralimpiadachilarimiz qolishmaganini aytmaysizmi? 13 ta medalni ular ham olib keldi. Butundan qolmadi. Men uyalib ketdim butun yurganimdan. Butun yurib qilalmayapmiz, butun yurib. Qaysidir kamchiligi bo'lsa ham, o'sha nuqsonidan ham foydalanyapti qaysidir ma'noda. Biz butun bo'lib turib qilayotgan ishlarni ularga kamchiligi bo'lib turib oltinda olib kelyapti, oson emas. Nimaga? Siz duo qilyapsiz. Biz duo qilyapmiz. Onam duo qilyapti. Meni mana shu oldinchi qatorda, oldi qatorda meni ham ayam, dadam o'tirishini rosa xolaganman. Xolamagan deysizmi? Xolaganman. Lekin Parvardigorga kerak ekan olib ketdi. Onam bilan otamman. Men aytayapman, meni orqamda odamlar bor. Meni orqamda otam o'lib ketmagan, onam o'lib ketmagan. Meni orqamda xalqim o'tiribdi. Abdulla Qurbonov, keling. Tanjoni sog' bo'lsin. Bugun nomim mashhur bo'lib o'lkamga, endi oftob tepganida yelkamga. Hech bo'lmasa bir soniya birdamga yonginamda turmadingiz, onajon. Shu kunlarni ko'rmadingiz, onajon. Bugun xuddi farishtadek qiz berdi. Siz termilib qaragandek ko'z berdi. Olqishlarni million berdi, 100 berdi. Yonginamda turmadingiz, onajon. Shu kunlarni ko'rmadingiz, onajon. Hammangizga bera qolay suyunchi. Olmaganga majbur solay suyunchi. Lekin o'zim kimdan olaman suyunchi. Yonginamda turmadingiz, onajon. Shu kunlarni ko'rmadingiz, onajon. Eli yurtim xizmatida har onim mehnat qilay yetgunicha kuchim, tomirim, qonim bitmas sira bittagina armonim. Yonginamda turmadingiz, onajon. Shu kunlarni ko'rmadingiz, onajon. Biz mana yaxshi ijodlarni qilib kelyapmiz, yaxshi bir narsalarni kuldirmoqchi bo'lyapmiz, lekin nimadir tirnab turadi-da, ana shu sizni ayingiz yo'qligi bo'ladi. Ayasi borlar, dadasi borlar. Sizlar butun odamsizlar. Sizlar boy odamsizlar. Sizlarda bardoshinglar, qoninglar, otanglar, onanglar bor.
madorim qolmagan keksa onimda azob beradi sog'inch qonimda dunyolarni unut ko'zimga qarab bolam bir oz o'tir mening yonimda kerakmas holvayu non patirlaring kerakmas eng qimmat bu atirlaring sog'inib qolganman erkaliklaring bolam bir oz o'tir mening yonimda bolam ey bolam ey bolam bir oz o'tir mening yonimda bolam ey ey bolam ey bolam bir oz o'tir mening yonimda Şaşılasan, bunca şaşasan Men uchun bolasan, o'shasan Bir shirin so'z aytib, mehringni bersang Bolam bir oz o'tir mening yonimda Dardim aytay desam, topilmas odam Meni sog'intirib qo'ymagin bolam Jannat kerak bo'lsa senga bugundan Bolam bir oz o'tir mening yonimda Jannat kerak bo'lsa senga bugundan Bolam bir oz o'tir mening yonimda oz o'tir mening yonimda bolam ey bolam ey bolam bir oz o'tir mening yonimda ham dunyoga qo'ymagan bog'lab buncha yig'latasan ko'nglimni dog'lab otam deb onam deb bir bor quchoqlab bolam bir oz o'tir mening yonimda dunyoga keladi ketadi inson Men ham shu qatori dunyoga mehmon Allohim tanamdan sug'urmasdan jon Bolam bir oz o'tir mening yonimda Allohim tanamdan sug'urmasdan jon Bolam bir oz o'tir mening yonimda Bolam ey bolam ey bolam bir oz o'tir mening yonimda Bolam ey bolam ey bolam bir oz o'tir mening yonimda
parrandalarda ichida haqiqatdan ham juda katta shou bo'lib turadi. Uni biz bilmaymiz, parrandalar biladi. Parrandalar ham xuddi odamlarga o'xshab to'y qiladi. Parrandalarda sheri kim? Burgut. Burgut to'y qilibdi. Voy, to'yni qarang. Qayerda qiladi ular, bilasizmi? Adirplasda. Adirplasga joy qilingan 12 mingta qushga. Polni qushlar xizmatda. Emiratdan burgutlar kelyapti. Tarqal. Bu yotibdi. Lochinlar kirib ketdi, mehmonlar. Shunaqa katta to'y bo'layapti. Birinchi to'yda kim ochib beradi kanday sunnay? Turnay. Turnalar guruhi karnay sunnay. Turnalar davrani ochib beribdi. Dijurniy sostav ularda ham bor, xuddi o'zimizga o'xshagan. Via Kanareyka dijur. O'rtani kim boradi? Kaldirgach Kabulov, Kaldirgach Kubayeva. Ertalab juda katta osh bergan o'zi. U oshda aytmadim. Oshda kim bo'lishi mumkin? Ko'rshapalak Safarov. Xo'roz Zokirov, Xo'roz guruhi. Yo'q, to'yga xumo bilan burgutlarim kelibdi. Burgutlar kelibdi. Birrovchilarni qarang, Musicha Rizayeva, Tovusxonim Usmonova hozir ketdi. Bo'yo'g'li Boyxonova bilan kim keladi? Bo'yo'g'li Boyxonova bilan kim keladi? Kalxat Hoshimov. Jo'jalar guruhi. Abdulla Qurbonov ham bor ekan aytdi. Men qachondan beri uchib kelyapman? Men uchib yurganimda sanlarni qanoting ham yo'q edi. Afg'on qush. Sinchalak Farmonov. Kaptar Sobirov. Shittak Rahmonov ham bor. Qiziqchilardan To'tabek Xolmedov, Ukki Isroilov, Maynajon Shamshiyev kelmabdi. Avazoxini endi uchadi. Bu odamcha uchavermaydi. Sanlar uchlaring deydi. Avazoxin. O'zini yo'liga maza qilib to'y qilgan oshlar biz endi hazil tariqasida san'atkorlarimizni qo'shdik ichiga. Biz yaxshi ko'rganimiz uchun bular xalqning xizmatini qilib yuradi. Mayli donini yeydi, hamma narsasini yeydi, pulini oladi, lekin xizmatingizni qiladi. Siz hayotda san'atkorga telefon qilganingizda bahridilingiz ochiladi. 02 ga qilganingiz yo'qsiz. Jama, to'y bor, ukam. Rahmat. Qachonga? Ama artistlarga kelganda muncha qimmat sal kelishtiring. Lekin boshqa telefon bo'lib qolib, assalomu alaykum. 3-kabinetga kelib keting desa, yana bitta beraver, olavering. Bizda latifalar yo'q. Bo'lgan voqealar. Biz to'yma-to'y yurganmiz. Doirachini uyda qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachini hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lishadigan. Kechasi 2 da nimaga tuyunga o'ralganda araqam chiqib turadi. To'yda egasi "Meni ham olaveringlar" deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, u bolaga ham "Marali" desa, u turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi.
Har safar meni aytidan ushlaydi, katta bola bo'lib qolibsan u deydi. Bir xil. Katta bola har kuni shu, katta bola bo'lib qolib, meni ishib ketgan. U uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika bo'lib qolgan. Tashab ketaveradi. Kunduzi challari, pallari bo'lsa hofiznikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi kechasi 2da bo'lsa. Hofiznikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi, hofizni iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekanda kallasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Qilib turadi. Kiravering, indamaydi. Kiravering desa ham, o'sha it hammaga kiradi, o'sha doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan, itni yuragida qolgan, buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz-u, sportfikalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyiga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportfikalar kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani olibdi. Pishgan kartoshkani. Hofizdiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgidek yana it deb haligi kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yoribdi. Uni issig'i ichiga kirib ketibdi. Au deydi xolos anu it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligi aka oppoq sportfikalarda qora to'plada, yaxshimisizlar deb kirib ketdi keyin. To'plini cho'tkalab sportfika kiyib olardi, katta ko'ylakka. Katta ko'ylakka sportfika kiyib olgan. Yaxshimisizlar, sizmisizlar? Itga haligini tashib, it ketdi qarg'ab. Qismni qilib chiquvdi. Haligi it boru. Chunki doirachi it ikkalasi biladi, xolos bu voqeani boshqa hech kim bilmaydi. It devordan qarayapti. Yana bunday qildi, yana bunday qildi it. Endi ertansiga doirachinikida qism. Kechasi 2 bo'lib ketdi. Hali miyanjini ochdi. Haligidan kelinglar emas, yarimtadan olinglar. O ertalab osh bor. Qatta osh. O tog'anikida. Uzog'u, menga qara. Doirachi ikkalamiz boramiz, qolganlar sizlar obedda chiqaverasizlar. Ha bo'ldi. Xullas ertalab saharda Qizil Moskvich kolonkalar ortilgan. Qilib doirachi yurib chiqib, doira torlarida olib chiqib yotdi. Yana oldida o'tirib uxlab ketyapti. Uxlamay ket. Tur. Aka uxlamaganimga endi anaqa bo'ldi. Bitta yamaga yomon tushdi. Qaytib tushdi, doirachining kallasiga bitta narsa keldi. Torni soldimmikin deyapti. Cho'ta torni burchayda ko'rgandek bo'layapti-da. Tushunmikin-a? Hofizga qarasa kayfiyat zo'r. Orqaga qarasa hali torni idish turibdi. Lekin burchayda tor suyanganini eslayapti-da. Endi kechqurun o'g'li turing dedi, ayam chaqiryapti, joyingizga chiqib yotar ekansiz degan. U turmagan. Endi torlarni ochib o'ynagan haligi o'g'li. Haligi xotini tar dadang uxlarsin. Torda qo'yib bolani yetalab chiqib ketgan. Ertalab degan qilib tor bilan olib chiqib ketgan. Futlardi o'zini. Tor doira xolos to'y. Lekin shubha borda torni ichida bormi-ki yo'qmikin? Iloyim solgan bo'li. Rosa ko'p suralarni bilar ekan. Ichida aytayapti, qaytaryapti. Iloyim solgan bo'li tordi. Hofizni kayfiyati zo'r. Senga bitta doira padarka qilaman. Bugungi qismdan. Doirachi mayli-yu, lekin orqaga qarasa adir qir. Endi quyosh chiqyapti. Qirovlar tushgan barglarga, paxtazorlardan u Ohangaronda yo'liga o'xshagan joydan ketyapti. Rosa uzoq. Hozir aytsam deyapti, tepib tushirib yoradi deyapti. Bitta sineyman. O'zing yordam bergin deb torda shunday ochuvdi. Qizil baxmal turibdi-yu. Shu
etdi ichi. Odamda bo'ladi-yu, shu etib qo'rqib ketasiz. Hofizga qarab, yo'lga qarab. Hozir 6 gacha sanab aytaman. 1 2 tor qolib ketibdi deb aytaman. 3 diyorda to'yxonaga yetib qoldi. Artistlar keldi, artistlar keldi. Torlarni, mo'minaqalarni, kalonkolarni tushirib artistlar keldi. Hofizning eng katta yutug'i oshga vaqtida borgani. Hofiz, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun to'yni yorasiz. Buzib tashlayman. Ana nimani boshlig'iga quda bo'ldik-da. Sizni ham yaxshi taniydi. Aka qo'rqmang. deb kirib ketdi. Doirachi endi bir gap bo'lar deb bordi. Hofiz o'tirdi. 5 Torda ber. Torqani? Olib ber, orqangda turibdi, yuqsirama. Torqib ket. Unaqa dema, uka. Odam shuncha odam o'tiribdi oshda. Mana shuncha odam o'tiribdi oshda. Torda ber, yuqsirama. Deb futlardi, bunday ochuvdi, tor yo'q. Torqani? Kech qo'ying, Humoyun Mirzo o'ynagan ekan chorada. O'g'lini otini to'liq aytayapti. Humoyun Mirzo o'ynagan ekan. Nima Mirzo? Seni o'ldirib yuboraman, unaqa qilma, torda olib ber. Tor qani? Bor qara. Endi shetam hech bo'lmasa haligi tinchroq yoki bir narsa yerlar qimbalab osh bo'lmay qoladimi deb vaqt o'tsin deb torga ketdi Moskvichga. Uzoqdan Hofiz qarab turibdi. Bu xuddi o'zi yo'q. Qidiryapti Moskvichlar. Xuddi tor chiqib, ha, maytda ekan deydigan deydi. Hofiz diyordi. Sen bugun o'lding deyapti. Yo o'lib qol. Bir xil, nima qilsang bo'ladi. Sen baribir bugun o'lasan. Ammo o'zinikin doiralarni olib qo'yar ekan orada. Hofiz yo'qmi dedi. Burchakka o'tib olib mana urushlar bo'lardi-yu. Qo'ytaydi, nima? To'yda egasini oldiga bordi, hofizlarga qiyin. Aka, shu sezonchilikda, shu ana kichkina o'g'lingiz rubob chalarmidi-ya? Desa, to'yda egasi, nima deysan? Kichkina rubobmi nimadir yo'qmi, sezonchilik uyda tor qolib ketibdi-da. Ichi yana buniki ham shu aytdi. Ukam, meni ustimdan kulgani kelganmisiz? Shuncha odamda men sizni tinch qo'ymayman. 7 mahalla qidirib shiptga ham topolmabdi. Simam yo'q. To'yda egasi bunga aytayapti, sen o'lding bugun deyapti. Doirachiga qarab, chol deyapti. Chol deb qanday vaziyatdan chiqib ketishdi qarang. Qo'lda bunday qo'yibdi. Tun oqshom kel. Shunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan. Yuraklarimiz tugagan mana shunaqadan. Voh, Zohirshoh Jo'rayevga bitta qarsanglar. Yaxshi keldingizmi? Bunga ham oson emas-da. Endi shu bu ham o'sha nima deydi, otasini duosini olgan. Nima deydi? Olish o'rmaydi hamma bilan. Jim yurib ishini bitiradi. Zato original. Ha, buni endi kelgandan keyin ishlatmaymizmi? Eshitmaymizmi? Bu yaxshi bola. Bu haligi nima deydi? Nasib qilgan ekanda endi shunga shunaqa yurish. Bu o'zi haligi osmondan shunaqa bo'lib, kim bu yoqqa o'tib qolmagan. Endi shuni shunaqa qilib yaratgan ekan. Do'st bo'lsang yonimda tur. Zohirshoh Jo'rayev. Mikrofonni beringlar.
Avvalambor assalomu alaykum. Doston, mana ushlab ol ukajon. Bering kepgan. Men kiyib turaman. Bosavering. Men ashula aytaman deb kelmagan edim bugun. Shunga uzr so'rayman. Kiyimlarim sal shu sahnaga mos emas. Zato qimmat. Tozasi. Jamshid akamni juda yaxshi ko'raman. Jamshid akam haqiqatan otasini, onasini duosini olgan, xizmatini qilgan. Men aytaman Jamshid akamga, baxtli odam harakat qilmasa ham bo'laveradi. Chunki otasini, onasini duosini ola olgan odam, qariligida xizmatini qila olgan odam mehnat qilish shart emas. Payg'ambarimiz aytganlar, ota-onasi qariligida xizmatini qila olmay, duosini ola olmagan odam burni yerga ishqalansin deb 3 marta aytganlar. Jamshid akam xizmatini qila olgan odam. Ilohim aka, bunaqa konsertlarni zo'rini ko'ravering. Men hozir ta'sirlanib ketdim. She'rda aytganingizdek ko'zimga otam keldi. O'zi shu sahnaga chiqish juda qiyin menga. Chunki har safar chiqqanda shu otamni bir sharpasi ko'rinib qolarmikin deb o'tiraman-da. Lekin iloji yo'q. Xo'p, nima aytib beray aka? Aytib bering. Nima aytib Xalqimizga berasizlar? yaxshi ko'rgan. Nimani aytib bersin? Do'st bo'lsang yonimda. Ketdik. Lama Suvni bering. Ketib qolmang. Xo'p. Kelgili jonu dilim sen meni yonimda tur. Yondan balki menim aylanar qonimda tur. Beqaror qon bunadir sen shirin jonimda tur. Beqaror qon bunadir sen shirin jonimda tur. Bevafo jon deydilar, pokiza iymonimda tur. Her yamonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur. O'ngda tur yo so'lda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Mol-u davlat qo'lda bo'lsa, do'stiyar ham ko'p bo'lar. Qayga borsang, oluq shu maqtovchilar ham xo'p bo'lar. Hech qoqilma, ey Jamshid aka. Choy qo'ying. Hech qoqilma. Gar qoqilsang g'iybatchilar to'p bo'lar. Gar qoqilsang g'iybatchilar to'p bo'lar. Munofiq ham soxta do'sting dushmaningdek bo'lib qolar. Bunaqalarni ko'ryapmiz yarim yildan beri. Mayli harini gap bo'lar. Do'st bo'lsang yonimda tur. Ey Jamshid aka. Do'st bo'lsang yonimda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Do'st bo'lsang hay yanımda Bitta o'ynaylikmi? Atirgulim, atringni soch. Ketdik. Atirgulim, atringni soch. Mayli etgan haring bo'lay. Ko'z tegmasin bo'yingga deb.
tillovchi zarzaring bo'lay mayli bo'lay kuzmin chog'ing bo'yningda timoring bo'lay yiroq ketma gitsang agar asaydib yo'lida sardoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay si bandaman si Oyizingga javob bila bandaman mehri ravshan dil bikin bandaman mehri ravshan dil bikin bandaman ko'rgali zengilistonın kuzim zavq birla gul bikin pur handaman zavq birla gul bikin pur handaman ha Oyizingga javob bila bandaman mehri ravshan dil bikin bandaman mehri ravshan dil bikin bandaman barcha raqsga tushgan onalarimizga, opa-singillarimizga, barchalarga bitta qarsanglar bo'lsin ha. Meni konsertim bo'lib ketdi, uzr. To'y qildik. Rahmat, boringizga shukr. Mana shu orqamda turgan bilasizlarmi nima? Bu vauchi. 8 ta farzandi bor odam bormi ichimizda ayol? Yo, 8 ta tuqqan ayol bormi ichimizda? Tugayapmiz erkaklar. 6 ta bormi? Yo, bitta xotindan. Mana onam chiqib kelyapti, indamanglar. Ona, yondan yomon haydayapsiz-ku. Mahallaning chekkasi bilan kelib ketasiz ekanda. Ye, o'tgan safar ham keldi meni hojonam. Assalomu alaykum. Bolam, voy aylanib ketay sizdan. Kelavering yaqinroq. Shuncha yurgan. Yaxshi keldingizmi? O'tgan konsertimda ham keluvdingiz. Keluvdim. Yetkizganiga shukr, oyoqlaringiz butun, ko'zlaringiz butun. 10 yil yashasam, Xudo xolasa 10 yil konsert bersangiz, 10 yilda ham har konsertingizda kelaman, Xudo xolasa. Aylanib ketay bolamdan. Shu ayamni sog'inib ketib sizlarni ko'rsam xursand bo'laman. Nechta bolangiz bor? 8 ta. O'tgan safar ham 8 ta diyordingiz, ko'paymadimi? Ya, nima ko'paytiraman? Cholim jo'natib o'rganmanki, bolam. Otaxon hamma ishni qilib ketgan ekanda. 8 ta, nevara nechta bo'ldi? Nevara Sanamang, barakasi uchun. Bolalar xizmatdami? O'g'illaringiz xizmatda sizni duogo'y qilib yurishibdimi? har konsertingizda jo'natishyapti-da bolalarim, boring, ko'ring. Yetkizganiga shukr, shunchalik yurganingizga shukr, boring konsertlarga deb jo'natishadi. Kelaman konsertingizga har safar. Ayangizni olib keling konsertlarga. Duolarini oling. Lisayingizga olib borib bir mehmon qilib jo'natib yuborasiz. 1 millionlik vaucher. Rahmat. Lisayingizga sizni olib borsin. Mani olib borlaring bo'ldi deb qo'ying. Toshkent shahrining sentrida Oybek metroda. Mani lisayingizga olib borlaring deb olib
Haligini ofitsiantlarga betiga o'tasiz. Sog' bo'ling, qadamingizga hasanot. Bizning eng yaqin do'stlarimiz ochgan buni. 10 yil bo'ldi. Suyunchisiga bu. Rozi bo'ling. Umri uzun, rizqi ulug' bo'lsin, ota-onasi bilan, rizq nasibasi bilan, umri bilan bergani uchun bo'lsin. Kamida qoriya bo'lsin ilohim, o'g'illaringiz qori bo'lsin. Ilohim hammalari umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Sizlarni ayolingizni ham, sizni ham hajlarga olib boradigan o'g'il qizlar bo'lsin. Ilohim. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot. Bor bo'ling. O'ynab yuring. Nechta bola? 6 ta. Nechta o'g'il? 3 qiz. Adashib ham ketibsiz. Mang. Rozi bo'ling. Hop, liseyga olib boring. 1 millionlik voucher nevaralaringizni o'ynatib keling. Sog' bo'ling, qadamingizga hasanot. Rahmat bolalarim, xush kelibsizlar. Rahmat, rahmat. Ana gul berish marosimi, sozandalar. Gap yo'q. Rahmat, rahmat. Kelinglar mana endi. Mana shunaqa paytda ovosak gapimiz bo'linmaydi. Biz ana tishtiq turimiz. Kamoliddin Delta. Delta, gap yo'q. Kamoliddin Delta. Navarali qachon bo'ldingiz? Bugun tug'ildimi? Rostdan. Bugun tug'ildimi? Yo'q. Mayli. Alloh ko'rib turibdi, oling. 1 millionlik voucher. Sog' bo'ling. Kecha avara ko'rdingiz, nima bo'ldi? O'g'il. O'ptimi? May. Konsertimiz dobri. Qachon? Hozir Radomga ketaman. Tug'ish ham oson bo'lib ketdimi? Ha? Mani jiyanlarim, Bonu. Qalaysan, Jamshid, ha? Assalomu alaykum ustoz. Mana Samarqandda qirri yurgan odamlar. Samarqandda Said appam mani, vaziram, xosiyatim, marhum ayamni oti xosiyatxonada. Nigorichka. To'xtang, ko'rib olavering, yerdan olgandan keyin ko'rib olgan degan. Qadamlaringizga hasanot, xush kelibsizlar. Sizlar yaxshi ko'ramiz, xalq yaxshi ko'radi. Said appa turing. Bu yoqqa qarang, Saida Rametovani taniysizlar-a? Chiroyli aya. Men endi ayam rahmatli ko'rmadi-da shularni. Men yaqin-yaqindan mana assalomu alaykum. Shohona, koshona, rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, qadamlaringizga hasanot. Said appa sog' bo'ling, Xosiyat appa, Vazir appa, bular ham xudo deb, bolam deb, chaqam deb yuribdi. Endi hozir bolam deb emas kamroq, chaqam deb ko'proq. Bola o'zi katta bo'ladi, chaqani. Avazoxon, qapda qarsi, meni do'stim kelibdi. Avaz aka. Shuncha kiydirganingiz yetmagandi. Bugun ham kiydirdingiz. Gapim bor edi. Mashqa gapiravering. Biz bir yostiqqa bosh qo'ymagan bo'lsak ham bir mikrofonga og'iz qo'yganmiz. Assalomu alaykum aziz kulgu muxlislari. Bugun mana shu ajoyib konsert dasturida Jamshid Normatovni konsertida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Jamshid aka, chin yurakdan omad tilayman. Rahmat. Boya ayolim ham rosa janjal qildi, men ham boraman deb. Kelmabsiz-da. U ham muxlis. Baraka topsin. Ilohim sog' bo'lsin. Ba'zi bir gaplarini oilada o'tirganda ham haligi yaxshimisizlar degan joylarni ayollarga aytib qo'yamiz. Shunaqa bir ijodlarni hurmat qilaman, o'zim maza qilib bir kulaman degan paytimda men Jamshid Normatovni konsertini ko'raman. Sog' bo'lsin. Yashang, rahmat. Avazoxon. Chin yurakdan.
Xullas hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Qadamlaringizga asonat, yuzga kirgancha yonimizda turinglar. Konsertlarimiz zo'r bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ko'nglim to'lib, qalbimda armon qolmadi. Sizni ko'rib, tilagimda, dardimda darmon qolmadi. Sizsiz hayot bo'lmas menga. Go'zal, shirin va go'zal onlarimiz siz bilan bo'lsin deyman azizlar. Doim kulib yuring. Kulyapsizmi siz yashayapsiz. Kulyapsizmi siz yurayapsiz. Bugungi kulgudan bahramand oling. Qalbingizda sevinch, kulgu tark etmasin. Har doim o'ynab kulib yuringlar. Qadamlaringizga asonat, xush kelibsizlar.